إلى الله الرحمن الرحيم. في الحديث الذي يقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين يقول في هذا الحديث: إذا أذنب العبد ذنبا ثم قال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي، ماذا يرد الله على هذا العبد؟ Jana Sahihayinda kelgan muttafaqun alayhi hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat keladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi: "Qachanda pende bir günah qilib olgan bo'lsa, günah qilib olib turib, anan Alloh taologa qayrilib, "Ya Alloh, mening gunohimni kechir" deb günahdan keyin qayra Allohga qayrilsa, Alloh taolo emne deb buga javob aytadi. Yaqul: "Alima abdi anna lahu robban yaghfiru adh-dhanba qad ghafartu lahu." Allah Taala ne deb aytadi? Sen günah qilib qo'yib, endi kechirim so'raysingmi? Yo'q, balkim Alloh tarafdan javob bo'ladi deydi. Mening pendem günah qilib atganda, bunun günahsini kechire turgan Robbisi bar ekenligini meni tanib tanigan eken deb turib Alloh Taolaning barcha günahsini kechirib saladi. Thumma yarshu hadha al-'abd wa yaf'al ma'siyah marra thaniya wa yaqul: "Ya Rabb, aznabtu dhanban faghfirhu li." Bul günah kechirim so'rab olib, keyin anan nafsi buzilib, je cho'yre buzilib, qayradagi bir günah qilib oladi. Günah qilib olib turib qayra Allohga qayriladi. Ya Allah, ya Rabbi, mening gunohimni kechir deb qayra ilab duo qila boshlaydi. فيقول الله عز وجل: "علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت له." Anan Allah Taala ne deydi? Mening pendem bunun günahsini kechirte turgan, bunun günahsini merimini ala turgan Robbisi bar ekanini bildibi deydi da qayrada günahsini kechirdim deb aytadi. ثم يرجع العبد مرة ثانية ويكذب ذنب ويفعل نفس الكلام. Jana adam pende dagile qayra, 3-cü jolu kunu. Qayra ele oşol söz Allah'a qayrulu. فقال سيدنا أبو هريرة: إلى متى يا رسول الله؟ إلى متى يغفر الله عز وجل لنا ذنوبنا؟ Jana Abu Hurayra radhiyallahu anhu şunu uqqanda Peygamberimizden sorap kaldı. O Allah'ın elçisi kaçan? Kaçan biz günah kılıp kechirim so'rayversek Allah bizning günahimizni kechire beradi. Kaçan ulanat deb Abu Hurayra radhiyallahu anhu so'radi. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام الجميل الذي يدل على رحمة الله ورحمة أن الله عز وجل رحمن رحيم. قال: إن الله لا يمل من غفران الذنوب حتى تملوا أنتم من التوبة. Jana o'shanda Alloh taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Alloh taolaning Rahman, Ar-Rahim ekenligini dalil qatori o'ta bir yaxshi bir so'zda aytdi. Alloh taolo sizlarning gunohinglarni kechire beradi. Sizlarning gunohinglarni kechir Allohga malal kelbaydi, Allohga o'r kelbaydi. Qachon sizlarga gunohga kechirim so'rab o'r bo'lib qolgangacha. Qachon sizlar kechirim so'ray qo'yganlargacha Alloh taolo gunohinglarni kechire beradi. Istig'for qilavergile, kechirimni olavergile.